Hammaga salom. Bugun biza sayt yaratishni bosqichma-bosqich ko'nikmalarini egallashga, ya'ni tushunchalarni egallashga, HTML, CSS, JavaScript nima ekanligini bilishga, ya'ni tushuncha hosil qilishga harakat qilamiz. Xo'sh, HTML, CSS hamda JavaScript nima? JavaScript bu hamma bilgandek bu dasturlash tili. CSS bu style, ya'ni sahifaga ko'rinish beradigan o'sha buni dasturlash tili ham deb bo'lmaydi HTML, CSS ni. HTML hypertext nimadir deb izmi chiqibdi. Masalan, odamni tasvir qilamiz. Masalan, o'zimiz. Masalan, odam bu uning suyaklari, ya'ni uning suyaklari eng muhim rolni o'ynaydi. Sahifada ham HTML da yozilgan kodlar, juda muhim rol o'ynaydi. Shunga ham qarab misol qilib olsa ham bo'ladi. CSS esa uning ko'rinishi, ya'ni uning qiyofasi. Masalan, odamning terisi, ko'rinishi, sochi kabi narsalar kabi sahifada ko'rinish hosil qilish uchun ishlatiladi. JavaScript esa harakati, ya'ni inson harakatlanadi. Biror nimani oladi yoki biror nima bajaradi, ish harakat sodir qiladi. Har xil ishlar qiladi. Bu sahifalarda ham xuddi shunday. Masalan, biror bir komponentni, masalan, biror bir tugmani chiroyli qilib qo'yib, uning rangini o'zgartirsa, bosilganda rangini o'zgartirib boshqa sahifaga o'tkazish asosan JavaScript bajaradi. Xo'sh, kelinglar, kod yozishdan avval bizga kod redaktor kerak bo'ladi, ya'ni Visual Studio Code. Shuni yuklab olish uchun любой brauzerdan, menda Yandex bor, xohlasanglar Microsoft Edge, Google Chrome, shunaqa brauzerlardan kirib, bu yerga VS Code download for Windows 10 yoki sizlarda 11 bo'lsa, o'zlaringga mosini tanlab kirib olasizlar. VS Code sketchat. Mana bu linkni ustiga bosamiz. Bu haqiqiy o'zining sayt sahifasi code.visualstudio.com. Bu yerga kiramiz. Mana bu yerda hamma o'zini kompyuterga mos tortib olsa bo'ladi. Windows 10, 11 uchun, Linux ishlatadiganlar uchun, Mac ishlatadiganlar uchun. Shu yerdan kirib yuklab olsa bo'ladi. Buni tortib bo'lganman. Shuning uchun ham yana qayta tortishga hojat yo'q. Agar buni tortish uchun qanday tortishni bilmayotgan bo'lsangizlar, next deb bosasizlar. Agar o'zlaring biror bir tilni, rus tili, ingliz tilini tushunadigan bo'lsa, o'zlaringga mos qilib olasizlar. Xo'sh, bu yerdan chiqib ketamiz. Hammada novi papkani taylab olamiz. Visual Studio Code'ga. Xo'sh. Sizlarda bunaqa ko'rinishda chiqmaydi. Sizlarda sal boshqacharoq chiqadi. Men JSON formatini o'zgartirganman. Bu yerdan new file ga bosib, sizlarda menimcha bu tarafda turishi kerak. Ya'ni chap tarafda turishi kerak. Mana chapni, sizni chapni qilib menga qarama-qarshi tarafda turishi kerak. Bu yerda birinchi navbatda index.html. Mana bu nom xohlagan qo'yib olsa bo'ladi. Imini index emas, lekin .html deb yozish shart, chunki bu faylni formatini bildiradi. Ya'ni HTML da yozayotganimizni bildiradi. Mana HTML fayl ochib olindi. Endi bu yerda
shift bilan bir raqamini bossa undo, keyin esa enter deb bossa shunaqa shablon qilib beradi. Mana bu dokumentning o'rniga masalan mening birinchi sahifam deb yozamiz. Bu ya'ni o'sha saytning nomi bo'ladi, title. Agar biror kishi ingliz tilini yaxshi bilsa, juda easy narsa. Buni ochib olish uchun agar ikkita yo'lni o'rgataman. Agar sizlar mana bu yerdan live server agar live server mana open live server shunaqa chikin agar yuklab olgan bo'lsanglar, shuni bossalaring birdaniga o'zi avtomatik port ochib beradi. Shunda bemalol localhost ochib beradi. Shunda bemalol ko'rinadi hamma kodlaring. Agar sizlarda yo'q bo'lsa, bunday qilib turamiz. Papkani ichiga kirib, buni ustiga 2 marta bosamiz. Voila. Endi shunday yozib ko'ramiz. Keyingi dars hozir yozib bilay. H1 salom dunyo. Endi buni ishga tushiramiz. Agar sizlarda shu joyda ishga tushmayotgan bo'lsa, Ctrl C saqlanib qilib olish kerak. Ctrl C. Ya'ni Ctrl S. Ctrl S. Ani uni turgan S. Sizlarda mana bu yerda X ning nuqtacha paydo bo'lsa, o'sha Ctrl C bo'lsa X paydo bo'ladi. Agar saqlanib qilmasalar bu kod ko'rinmaydi. Mana bu yerda ham refresh deb bosamiz mana. Voila. Zo'r. Salom dunyo chiqdi. Keyingi dars barcha taglar bilan tanishtirib o'taman. H1 all import hamma barcha taglarni emas-u, ko'p ishlatiladigan yaxshi taglarni o'zim tushuntirib beraman. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimga ham hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha, aytgancha. Yana 2 darsdan so'ng kiberxavfsizlik bo'yicha darslik ham chiqarishni boshlayman. Hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.